ixcham chet eldan sarmoya sifatida kirib kelgan investitsiya evaziga va bugungi kunda 270 dan ortiq nafar ishchi kuchi barpo etilib, 7,5 ming kvadrat metr maydonida o'z ish faoliyatini olib boradi. Supermarketimizda nafaqat mahalliy chet elda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan tashqari o'zimizni ishlab chiqarish ham bor, ya'ni salatlar, qolgan oziq-ovqatlar ishlab chiqariladi. Bugungi kunda biz 15 milliard оборотga egamiz. 25-yilning oxiriga kelib, O'zbekiston bo'ylab boshqa viloyatlarida o'z filiallarimizni ochib, yangi joylarini barpo etishni niyat qilib qo'yganmiz. Barqarorlik reytingi tashkil etilganidan so'ng tadbirkorlarga juda katta motivatsiya bo'lib, bizni soliqlarimizni yanada o'z vaqtida to'g'ri topshirishga undaydi. Barqarorlik reytingini 3A kategoriyasiga biz intilyapmiz. Bu bizga soliq tomonidan juda katta imtiyozlar beradi. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu sababli chet el davlatlaridan O'zbekistonga ko'plab investitsiya kirib kelyapti. Bu buning bir sababchi ko'rsatkichlaridan biridir.